Assalomu alaykum va rahmatulloh. Madina Munavvarada inshaalloh iftor namozi o'qilib, hamma mana Nabaviydan qaytib chiqmoqda. Kim Madinani sog'ingan bo'lsa, Madinaga kelaman deyotgan bo'lsa, bitta like bosib, yaqinlarga tarqatib qo'yaylik. Alloh taolo hammamizni tez orada bu baytga o'zi yetkazsin. Judayam go'zal. Bekarga odamlar Madinani Rasululloh alayhisalomni sog'inishmoqda. Bu Madina sokin, Madina tinch, juda ham sokin Madina.